Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda Word dasturida ba'zi bir hujjatlarning orqasida yozuv bo'ladi. Shu yozuvni qanday qilib chiqarishni ko'rsatib o'taman. Word dasturi ochib olamiz. Nomlamaymiz, mayli. Ochib olamiz. Mana azizlar, Word dasturi ochib oldik. Endi dizayn bo'limiga kiramiz. Mana. Va mana bu joyda mana podloshka deb yozilgan. Shuni bitta ustiga bosamiz. Mana yozuvlar chiqdi. Va mana bu birinchisi emas, ikkinchisiga kiramiz. Mana bunaqa oyna hosil bo'ladi. Tekstni bosamiz. Mana bu yerdan tilni o'zgartirishingiz mumkin. Ana bu ikkinchisini o'chiramiz. Va 2026-yil deb yozishimiz kerak bo'lsa, 2026 deb yozdik. Okeyni bosamiz. Mana azizlar, 2026 deb chiqdi. Endi buni qanday o'chiramiz? Yana shu podloshga kiramiz. Va uchinchisiga kiramiz. Udalitga. Mana o'shda azizlar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr.